Assalomu alaykum, xayrli tong. Xudo xohlasa ishlarni boshlab oldik. Cherry mashinamiz. Egasini umr chiqishini xohlamadi. Bunda zamykание bo'lib qo'ygan. Buni aybini topdik, xudo xohlasa datchik qilyapmiz. Yonimizga xabaringlar bor. Yusuf Oil moy almashtirish ochilgan. Aksiya doirasida 12 ga motor moylar almashyapti, plus korobka moylarni ham zamin bo'lyapti. Biz diagnostika qilganimizda xatolar chiqqan. Injektor, switchlarni almashtirib beryapmiz. Bugun bunga moylarni almashtirib beryapmiz. Assalomu alaykum hammaga. Aksiya bo'yicha 400 kg misoli Tracker Onyx aksiya boshlaganmiz. Moy metrlari, diagnostikalari ichida elektronik diagnostikalarni xizmati ichida qilib beramiz. Korobka moylariga aksiya boshlaganmiz. Tracker Onyx, Lacetti, Gentra Cobalt avtomobillariga 5 litr yoki 7 litr moy ketadigan bo'lsa 600 ming so'mga chiroyli qilib almashtirib beramiz. Buning uchun xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldirib beramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shoshilinglar.